Assalomu alaykum. Vodiy House va Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz 2025-yil 23-mart sanasi turibmiz. Xudo xolasa ko'rib turganlaridek o'zimizni chorvadan obzor qilib beryapman. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha shu chorva sohasida ham ozgina boqib turamiz. Shuning uchun sizlarga qo'limdan kelgancha video obzor qilib beryapman. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu ko'rib turgan mollarni 13 million so'mga olgandim, ancha oldim. Bugun bozorga chiqib ko'rdim, narxlari vashim pataloy. Mashina ovozlarida 20, 22, 23 sosteniyada sotishyapti. Xudo xolasa chorva vaqib ham yomon bo'lmayapmiz. Allohga minnatlar shukr. Alloh beramansa har tomonlama beraverar ekan. Xudo xolasa mana shu molimizni 2 oy 3 oy oldin olganman. 13 millionga. Hozir 22-23 atrofida. 23 ham dalji. Chunki bozor bugun ko'rdim, o'ta qimmat, o'ta o't bo'lib yonyapti bozor. Shuning uchun tavsiya beraman. Mol boqishchilarda ham yaxshi effekti bor, xudo xolasa. Bunaqa talab qiladigan, odamni qiynaydigan darajada qiyin emas mol boqish. Shu sharoitingiz bo'lsa bo'ldi, molxonangiz bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, boshqa oshcha narsa kerak emas. 5 ta ovoz baylaganmiz bu yerga. Boshida 6 ta edi, bittasini 21 million qanchaga sotdik. Mana o'rnida turganda 30 millionga sotdik. 11 million 700 ga olgan ovozimizni 30 millionga sotdik. Xudo xolasa 4 oydan keyin boqdim. Yomon bo'lmadi, xudo xolasa. Mollarni endi cho'miltirib, tagiga apilka solib chiroyli qilib qo'ydim. Bu video uchun emas, lekin prosta tay uyib ketgan hisobiga mollar cho'miltirdim. Hozir mana yaltirlab yotibdi, ko'rib turibsizlar. Mollar idealni zo'r o'zgaryapti. Hozir ratsionini ko'rsataman. O'ta arzon ratsion, chiroyli qilib boqyapmiz. Buni gideta buni 12 millionga oldik, buni 13 millionga oldik. Sherigini bitta Jo'ja mol bozoridan chiqqanmiz, Sarxondan. Bularning ham aytayapman, narxlari hozir 20 dan tepasida ekan. Oddiy kichkina bo'zaklarni ham vashim qimmat aytishyapti. Buni 10,5 ga olganmiz. Vashim hozir ancha foydalanamiz, xudo xolasa. Hali beri ancha bor, bularni boqish, sotishimizga hozircha boqib turaveraylik. Bunimiz pashti tayyor sifat bo'lib qolgan. 12 million so'mga olganman o'zim o'rtog'imdan. Shuning uchun hozir kerak bir 22 atrofida, xudo xolasa. Teng foydasi bor degandek gap. Ratsioni o'ta arzon ratsion. Kunjara. Bir kop kunjara olsam, bir kop chigit olaman, bir kop granul olaman, bir kop makka un olaman, bir kop bug'doy unini olaman, drabilka bo'lganini. Mayli un bo'lib chiqqanini. Ikkinchisi, oltinchisi shulx olaman bir kop. Yana nima olaman? Tuz qo'shaman 5 kilocha. Tuzdan keyin bitta yemni to'kib, aralashtirib 5 kop kepakka aralashtirib sovoraman. Tayyor holatga keladi. Hozir tayyor holatini ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, novosni anchadan beri obzor qilmadim. Nima deb o'ylaysizlar? Novoslarimiz o'zgarganmi yoki qanday bo'lsa, shunday turibdi. Xudo xolasa buyoqlarga ham fonni molxona, o'zi molxona 10 ta novos baylash niyatidaman bu yil. Inshaalloh baqaman 10 ta novos. Novoslarning holati xudo xolasa o'zimga yoqyapti. Idealni. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yaxshi holatdami yoki yaxshi boqolmayapsizmi? Xo'p, ratsionni ko'rsatadigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, bu yergacha barda, xafa bo'lmaysizlar. Qo'limizdan kelgancha endi shu sharoitda boqyapmiz-da. Donamiz tayyor. Ko'rib kepak, shulg'i, granuli, o'sha bug'doyda uni, arpani uni 6 xil, 7 xil narsa bilan boqamiz. Lekin effektini ko'rib turibsizlar, zo'r. Xudo xolasa, realni yaxshi. Bitta novosni oyiga bemalol 2-3 million topsa bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Kommentariyada qoldiringlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, uy sharoitida biznesni hammasini yoritib o'tkazamiz. Biz asosan Andijon qora jo'jasi bilan shug'ullanamiz. Qo'y boqishda ham yo'lga qo'yganmiz.
Bu qo'ramiz xudo xolasa где-то 1 oy qoldi, to'ladi. Bu yerga 40 ta qo'yib kelamiz. Bu yoqda 5-6 ta so'liq qo'ylarim bor. Shularni ham 2 yildan beri boqaman. Qo'y sohasida ham yaxshi tushunaman. Bizim mollarimizga zo'r sharoit bo'lgan tomoni shu ariqda oldida oxirimiz. Hech qanaqa suv toshib boshqa qilmaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Novoslarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Sizlar bilan kanalda men Muhammad Ayub bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.